Assalomu alaykum, gruppamiz a'zolari. Navbatda universal drabelkamiz tayyor bo'ldi. 3 kilovatli alyumin motor. Narxi 2.300.000 so'm. Dastavkasi viloyatlargacha dastavkasi bepul. Xavfsiz drabelkamiz. 12 ta pichoqli, hashiyada o'zi tortadigan. Qo'l bilan bosish shart emas. Xo'p. Hammasi yangi listdan boshlanadi. Hech qanday rabochiy eski konteynerdan ishlab chiqqan listlar emas, hammasi yangi. Voltmetrlari, qizisi o'zi tashlab o'rgan kulchatorlari hamma yo'g'i bor. Oldi ochiladigan mana. Shunday qilib ochasiz. Oldi oshiq-moshiqli. Bu 3 kilovatli alyumin motor, narxi 2.300.000 so'm. Shuni mislisi bor, 2.700.000 so'm bo'ladi. 6.5 kilovat yozuvli, lekin 3 kilovat bo'ladi. Manzillarimiz Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar. Kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar, telefon raqamlarimiz. Shu universal hashiya va donli mahsulotlar uchun mo'ljallangan. Hozir mana yer yong'oq palayin chiqarib ko'rsatamiz. 3 xil setkasi bo'ladi. 2 xil donga bitta hashiyga bo'ladi. Eng mayda setkasi 80-85% un qilib beradi donli mahsulotlarda. Undan kattaroq setkasi bor, yorma qilib beradi. Makkani sotasi bilan tashlasalar ham bo'laveradi. Bu mahaviy bas, mahaviyga o'xshagan og'ir pichoq bas. Mahaviy yasamayapmiz chunki motorga katta nagruzka beryapti, og'irligini hisobiga. Pachimnilar to'kib o'ryapti tez. Shuning uchun yengil pichoq yasaganmiz, ham hashiyada pastga qarab tortadi. Video davomida ko'rasizlar. Chiqarib ko'rsatamiz. Mana mosh palaydi. Qani shu gurgut cho'pday qilib berdi. Zubacheskaya gurgut cho'pday qilib maydalab berdi. Hech qanaqangi nima deydi, qo'lim bilan bosganim yo boshqa narsa qilganim yo'q. Mana shu diametri 350 diametr bo'ladi. Shunga yarasha hashiyada tashab tursiz, sig'adigan qilib. O'zi pastga qarab tortaveradi. Qo'lingiz bilan bosish shart emas. Mana shu yerga yarasha hashiya tashlansa bo'ldi. Mana kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Hamma listlarimiz yangi listlardan yasaladi. Mana somonda chiqargani mana. Somon bunaqangi mana yangi listlardan yasaymiz. Hech qanaqangi rabochiy yo bir narsalar emas. Mana listlar yangi. Yana ko'rsalar ham bo'ladi. Yangi listlar. Mana o'zi